podpischiklarim, hozir sizlarga mana 5G da sekundiga qancha megabayt ishlashini ko'rsatamiz. Wi-Fi tezligidan o'tadi degan umiddamiz. Buning uchun mana fast degan ilovaga kirib olamiz. Hozir mana kutamiz. Sekundiga ishlash darajasi 260 megabayt. Yana bir bor ko'ramiz. 5G. Minimalni 230 megabayt beryapti sekundiga. Sekundiga 300 megabaytga doğru. 5G da ishlash, internet ishlash jarayoni. Like, podpiska bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ayollar ko'rayotgan bo'lsa, bayraminglar bilan 8-mart 2025-yilda olindi.